moliyaviy omoqdan kreditimiz var. Ayollara 23%'dan, erkeklere 24%'dan belirledi. 3 yıla maksimal summası 50 milyongacha naqd pul beriladi. Xalqaro faaliyet yönelişinde alıp bilasiz. 3 yıla beriladi. Eğer mahalladan kredit alıp yapmagan bo'lsangiz, 27%'dan 3 yıla berilgan kreditimiz var. Plastik taşaklar 2 kefil esasında beriladi. Ayollar uchun hamroh krediti bor, bizada 7 yil beriladi. 2 yil imtiyoz davri bilan maksimal ise 4000 barobargacha bir minimalni. Pul o'tkazish yo'li ta'minotchiga tushadi. Pulingiz faoliyati, masalan, nol faoliyat qilaman desangiz, ayollar chorvachilik, masalan, yo tikuvchilik cheklanmagan taqdirda 100 milliongacha kefil bilan 100 milliondan yuqori olaman desangiz, garov asosida beriladi. Muddati 7 yil. İmtiyoz davri 2 yil.